Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Men vrach pediatr Abdumutaliyev bo'laman. Novosibir shahrida 5 yildan beri shu pediatriya sohasi bo'yicha ish olib boraman. Bugun eng katta tema bo'yicha shu bolalarni ORV kasalligi bo'yicha informatsiya bermoqchi edim. Qanday qilib lecheniya qilsa bo'ladi, qaysi paytlarda vrachga обращение qilish kerak. ORV deganda shu ostri respiratorniy virusli infeksiya deyiladi. Ko'pincha ORVda birinchi sразу antibiotik o'tishadi. ORV virusli infeksiya bo'lsa, против bakterialniy infeksiya tabletkalar ichishda, siroplar ichishda hojati yo'q. Faqat proteovirusni ichiladi. Proteovirusni ham faqat по показаниям deyiladi. Vrachcha ichiladi. Misol uchun ORV ham juda rosa ko'p turlari bor virusni. Adenovirusli infeksiya, rinovirusni, enterovirusni, rosa nimalari ko'p, turlari ko'p. Proteovirusni ichiladi. Birinchi simptomlaridan biri, misol har birini razobratsa qilib o'tirmayman, общий aytib o'tiraman. Birinchisi, misol uchun yuqori temperaturada bo'lsa, 39, 38.5 va undan yuqori bo'ladigan bo'lsa, faqat jarapanyajashli ichiladi. Misol uchun Cefixon, ibuprofen, nurafen, juda ham turlari ko'p. Har tur 6 soatda ichiladi. Soстояниesiga qarab turib. Profilaktikalar, nima qilish kerak, nima qo'yish kerak? Agar bolalaringiz agar yuqori temperaturada bo'lsa, misol uchun birinchi o'rinda bolalarga rejim bo'lishi kerak. Rejim ko'p pediatrlar aytishadi, palatniy rejim deyshadi yoki rejim doma deyshadi. Именно domada uyda yotish kerak. Bu noto'g'ri narsa. Agar bola misol 37-38 temperaturasi bo'lsa, agar o'ynagisi kelsa, o'ynab yuraverish kerak. Bitta joyda majburlamaslik kerak bolani. Ikkinchisi, eng asosiy nimalar profilaktik desiyalardan biri bu еда по аппетиту deyiladi. Еда по аппетиту, agar nima bersangiz, o'shani yeyish kerak. Agar bola xohlamasa, majburlamaslik kerak. Keyin uchinchisi, eng asosiylardan biri bu ko'p suyuqlik ichish kerak. Agar bolada yuqori temperatura bo'lsa, misol uchun agar xona quruq bo'lsa, yuqori temperatura bo'lsa, осложнение 250% bo'lishi. Shuning uchun влажность yaxshi bo'lishi kerak. Xona harorati 18-22 gradusda bo'lishi kerak примерно. Проветривание qilish kerak, asosiylardan biri. Ko'p ichish kerak suyuqlik, misol uchun kompotlar, soklar, misol nimalar, suvlar, misol oddiy sovuq suv emas, qaynatilgan suvlar. Choy, nimasiga qarab turib, yoshiga qarab turib berilsa bo'ladi. Qancha misol uchun bola temperaturasi baland bo'lsa, ichkisi kelmasa, o'sha осложнениесі yuqori bo'lib boradi. Nima sababdan? Sababi слизистая оболочка suv qancha nima bo'lsa, bola uchun неприятный bo'ladi. Yaqqol misollardan biri qanday qilib majburlasangiz bo'ladi, lekin bitta misol, неудачный misollardan biri, agar angina bo'lsa, misol bakterial infeksiyada вообще majburlay olmaysiz, chunki shunda ham yutinish qiyin bo'ladi. Bakterial infeksiya bo'lsa, faqat antibiotiklar bilan lecheniya qiladi, misol angina deyiladi. Agar virusli infeksiya bo'lsa, misol proteovirusning bilan yoshiga qarab turib назначение qilinadi. Misol uchun ko'pincha tug'ilgan paytidan to 3 yoshgacha proteovirusni nimalar назначение, svechkalar назначение qilinadi. Misol uchun viferon, interferonlar razni ham ko'p. To'rtinchi eng asosiylardan biri bu jarapanyajashli berish bo'ladi. Jarapanyajashli shu qanday aytgan bo'lsam, 38.5 dan yuqori bo'lsa beriladi. Agar bola misol uchun 39 bo'lsa, misol uchun
yugurib yurgan bo'lsa, настроенияsi yaxshi bo'lsa, hisob bermasa ham bo'laveradi. Agar 37 bo'lsa, по состояниясiga qaraysiz-da, misol uchun 37 bo'lsa, bola o'zi ranglari oqarib, nimasi yotib qoladigan bo'lsa, сразу naqa paytda nima qilish kerak? Berish kerak. Ibuprofen yoki svechalar qo'yish kerak, sifekonmi. Bugungi tema aytmoqchi bo'lgan kratkий informatsiyam shu edi. Kanalga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Agar savollaringiz bo'lsa, bemalol berishingiz mumkin, kommentariyada qoldirishingiz mumkin.